Har bir o'zidan uyaladigan inson qilishi kerak bo'lgan ishlar. Ushbu muammolarni yenggan qiz versiyasida. O'zingizni boringizcha qabul qiling. Bu boshqalar ham sizni boringizcha qabul qilishiga va kamchiliklaringiz aslida sizni boshqalardan ajratib turadigan o'z afzalliklaringiz kabi ko'rishiga yordam beradi. Boshqalarning gapiga ergashmaslik. Insonlarning bu to'g'ri, u noto'g'ri kabi fikrlarni eshitib o'tirgandan ko'ra aniq bilim oling. Bu sizga o'z hayotingizda to'g'ri yo'l topishingizga va unda munosib yashab o'tishingizga ancha yordam beradi. O'z kamchiliklaringizdan doim ham nolayavermang. Sababi noliganingiz sari insonlardan asl qadrini emas, balki ulardan rahmi kelganidan berayotgan mehrini olasiz. Eng oxirgisi, har doim ham o'zingizni birinchi o'ringa qo'ymang. Boshqalar faqatgina sizni o'ylab yashashga majbur emas. Xuddi siz boshqalarni deb doim ham qayg'uravermaganingiz kabi. Bulardan ham eng asosiysi va ko'pchilik ta'kidlaydigan narsa bu hech kimdan, hech qachon hech narsa kutmaslik. Haqiqiy baxtga erishasiz. Izohlarda sizning ham fikrlaringizni kutib qolaman.